Dunyoda shunday bir yozilmagan, ammo qat'iy qonun bor. Kimdir adashadi, kimdir esa shu xatoning tovonini to'laydi. Hayot xuddi bir-biriga bog'langan zanjirga o'xshaydi. Bir bo'g'indagi sustkashlik butun zanjirni uzib yuborishi mumkin. Keling, oddiygina ish jarayonini kuzataylik. Bir odam o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan qaraydi. U ishlarni yuzaki bajarib, go'yo yopiqlik qozon yopiqligicha qoldirib ketadi. Ammo uning mana shu kichik va e'tiborsizgina qilgan xatosi butun bir jamoaning mehnatini sarson qilishi mumkin. O'sha xatoni tuzatishga majbur bo'lgan inson esa soatlab vaqtini, asabini va kuchini yo'qotadi. Birovning qulayligi evaziga boshqa birov azob chekadi. Yoki kundalik turmushimizni olaylik. Ko'chada ketayotib oyog'ingiz bexosdan bir toshga uriladi. Yiqilasiz yoki yiqilmasangiz ham yiqilayozasiz. Og'riq butun tanangizni qaqshatadi. O'sha tosh u yerga osmondan tushmagan. Uni kimdir e'tiborsizlik bilan tashlab ketgan yoki yo'ldan olib qo'yishga eringan. Birgina loqaydlik ortidan boshqa bir odam azob chekadi. Bolalikda sho'xlik qilib yiqilib tushamiz. Yengilgina latlaymiz-u, yig'lab unutamiz. Ammo oradan yillar o'tib, sochlarga oq tushganda, o'sha ko'hna yaraning o'rni qariganda og'riq bera boshlaydi. Yoshlikdagi e'tiborsizlik ortidan keksalik jabr tortadi. Insonning har bir qadami, har bir qarori xuddi suvga tashlangan tosh kabi atrofga to'lqin taratadi. Bizning bugungi kichik bir xatomiz ertaga kimningdir katta og'riqiga aylanmasligi kerak. Dunyoda mana shunday og'riqli hisob-kitoblar mavjud va u mana shu narsalarning ustiga qurilgan. Hozir men o'qib bermoqchi bo'lgan hikoya ham mana shu gaplarimizni qaysidir ma'noda tasdiqlaydi. Hammasi orzudagidek chiroyli boshlangan edi. Ular student bo'lishgach, ilk marta leksiya tinglashardi. Oldiniga yigit qaradimi yoki aksincha bo'ldimi, xullas nigohlar to'qnashdi. Ikkisi ham g'alati bo'lib ketdi. Bir-birlariga beparvo qolisha olmadi. Qachonlardan buyon pinhon yotgan bir tuyg'u qalblariga to'satdan kirdi. Avval qiz, so'ng yigit uyalib ko'zlarini chetga oldi. Biroq ko'ngillarda nigohlar g'alayoni davom etardi. Chiroyli qiz ekan, deya zindan qarab o'ylardi yigit. Juda ham chiroyli. Kimgadir o'xshaydi, deya o'zini befarvo ko'rsatishga behuda urinib xayol qilardi qiz. Qarashlarini nega hadeb menga tikilyapti? Yoki menga shunday tuyulyaptimikan? Yo o'zim unga voy o'lmasam, rostdan men qarayotgan bo'lsam-a, ana tag'in. Nigohlar takror uchrashdi. Endi ko'zlar ham, ko'ngillar ham ularning izmida emasdi. Yigit yonidagilarga sezdirmay jilmaydi. Qiz barcha aqlli qizlardek uning qilig'ini beodoblikka yo'ymoqchi bo'lsa-da, bunday qila olmadi. Va aksincha, u ham jilmaydi. Shu kuni darsdan so'ng ikkisi ham yotoqxonada o'quvsizliklardan noliganlaricha hamkurslardan leksiya daftarlarini olib o'tilgan mavzuni yozib olishdi. Bir hafta deganda darsga ham, kutubxonaga ham birga qatnaydigan bo'lishdi. Sentyabr so'ngida Sirdaryoga paxta terimiga borishganda yigit qizni sayrga taklif qilgan oqshom hammasidan go'zal edi. Yigit qizga izhori dil qildi. Mana, bu baxtiyor onlarning boshlanganiga ham 5 yil bo'ldi. Bu yil esa o'qishlar tugayapti. Ahd va paymon uchun ota-onalarning roziligi qolgan. Xolos. Qodir aka xotini bilan maslahatlashgach, Sodirdan yo'lni qayta surishtirib, Qo'qonga bordi-da, kechki poyezd bilan Surxondaryoga yo'l oldi. Oradan 2 kun o'tgach,
darg'azab holda kirib keldi. O'g'li va xotini bilan sovuqqina salomlashib, to'g'ri uyga o'tib ketdi. Sodir angrayib qoldi. Sanam opa hayron bo'lgancha eriga ergashdi. "Ha, dadasi, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Safardan kelgan odam ham uyga shu alfozda kiradimi?" dedi u eriga. "Hech qanaqa to'y-po'y bo'lmaydi." Qodir akaning ovozi asabiy edi. "Topsa shu yaqindan, o'zimizning qora daraxtning qizlari topmaydimi?" Go'yo butun Farg'onada unga loyiq qiz qurib qolgandek, oyi bormikan boshqa joyning qizini? Ko'nglining ko'chasini ko'ra. Nima, yo'q deyishdimi? Koshki edi shunday bo'lsa, bor, o'g'lingni chaqir. Sodir tortinib kirdi. Hatto yaxshi borib keldingizmi dada, deya ham olmadi. Qodir aka hamon tajan kayfiyatda o'tirardi. U o'g'liga xo'mrayib qaradi. Dabdurustdan gapning qisqasi shu: "O'sha qizga uylanmaysan", dedi. "Nega?" Sodirning rangi quvichib, otasiga umrida birinchi marta tik qaradi. "Negaki men unday odam bilan quda-andachilik qilishni xohlamayman. Nomini eshitishga ham toqatim yo'q, bildingmi?" Sodir yig'lagudek bo'lib, otasiga tikilib qoldi. Qodir aka jahldan tushish uchun u yoq bu yoqqa yurdi. Keyin o'g'lining ro'parasiga kelib dedi: "Barini aytaman, bilib ol. Tag'in otangni jaholatda ayblab yurmagin." U bir xo'rsinib qo'yib davom etdi: "Biz ham qishlog'im Sotvoldi bilan Katta Farg'ona kanali qurilishiga ketayotgandik. Yo'lda ko'plashib bir choyxonada dam olishga to'g'ri keldi. Bir payt Sotvoldi meni bir chetga imladi. Qodir, dedi u sekin menga qarab. Shu bitta kanal sen bilan men tashiydigan 1-2 zambil tuproqqa qarab qolibdimi? Qiziqsana do'stim. Ha degan tuyaga mador deydilar. Sen bilan menga o'xshaganlar qancha? Bir zambildan tashilsa 10 zambil, 100 zambil, 1000 zambil tuproq bo'ladi. Tuproq tashmasak undan boshqa ish topilmaydi deysanmi? Ishku topiladi-ya. Har qalay bola chaqamish tashvishini qilib, uning o'rniga meva-chevadan u yoq bu yoqqa olib borib sotsakmi degandim-da. O'ylab gapiryapsanmi dedim g'azablanib. Sekin-sekin baqirma, hazillashdim. Seni sinamoqchi edim, deb Sotvoldi tirjayadi menga qarab. Kanalga ham yetib keldik. Sotvoldi bilan yonma-yon ketma urayotgandik. Bir kuni kechqurun artistlarning tomoshasini ko'rgani bordim-u, uni yo'qotib qo'ydim. Qishloqqa qaytib o'z bog'ida yetishtirgan meva-chevalardan shaharda sotib yurganini, keyin pul to'plash payiga tushib, qabih ishlarga qo'l urganini, oxiri qamalib ketganini eshitdim. Ota-onasi ham yolg'iz noqobil farzanddog'ida kuya ajalidan oldin o'lib ketdi. Sotvoldi bo'lsa, qamoqdan chiqqach o'z ona qishlog'ida yashab, odamlar qazigan kanal suvidan ichishga yuzi chidamay qayoqqadir ketib qolgandi. Kechagi men borgan uy egasi o'sha Sotvoldi ekan. Yozning issiq kuni Qo'qon va uning atrofida doimo g'arbdan sharqqa qarab mavsum tanlamay esadigan shabada dim havoni anchayin yengillatgan. Hovlidagi chinor barglari shabadada tinmay xilpirab o'ynar. Hovlini kesib o'tgan ariqdagi suv yoqimli shovullar, osmondagi yulduzlar va oy saxiylik bilan nur sochardi. Suv bo'yidagi so'rida esa Sodir tun yarmidan oshsa hamki uxlay olmay to'lg'anib yotardi. Nahotki hayot shunchalik qasoskor. Ota-ona qarg'ishi yomon deyishardi. Aksincha bo'lsa-chi? Dunyo, buncha qahring qattiq. Nahotki otalarning bir vaqtlar qilgan aybi bolalarning, bizning baxtimizga qora dog' bo'lib tushsa. Go'yo Sodir javob berayotgandek shabada kuchayadi. Chinor shoxlari kuchliroq shovqin soladi. Suv ham o'z ovoziga erk beradi. Osmondagi bezovta jimirlayotgan yulduzlardan biri uchib, uning ortidan quvlagan yorug' iz bo'shliqqa singib ketadi. Olis Surxondaryoda ham xuddi shu payt Dilbar ismli bir qiz xo'rsinib yig'lardi. Endi hammasi orzudagidek go'zal emasdi.